Assalomu alaykum jigarlar, sizlar bilan bugun Stron prevyuda ko'rib turibsizlar. Bugun $100 parkda aylanamiz. Bugungi videoda sizlar zeriktirib qo'ymayman, shuning uchun yaxshilab o'ynashib oling. Chunki bu videoda butunlay bu parkda aylanib chiqamiz. Sizlarga ham qiziq bo'lsa kerak. Qani go. Ovozdagi g'ira-shiralarga e'tibor bermaysizlar, chunki telefonda bu video olyapti. Qani unda biz boshladik. Kirdik. Bu yer qayer ekan? Bu qahvaxona, ovqatxona. Biz nima buyurtma beramiz? Biz shashlik buyurtma beramiz, okey? Mijoz zakaz qabul qilindi. Hozir joyingizga o'tirib turing, zakazingiz yetib keladi. Mayli, joyimizga o'tirib olamiz. Ketdik. Zakaz oldindan berishdi, krevetka berdi. Men shashlik aytdim, mayli. Joylashib olamiz. Yaxshi. Krevetkani yeymiz. Yesa bo'lmaydi-ku, pishmagan-ku. Do'stlar, shuning uchun ham bu joyga 10 dan 5 qo'ydim. Oshxonasiga. Keyingi lokatsiyaga o'tamiz. Qani go. Do'stlar, ikkinchi lokatsiyaga bormasdan turib, bu yerda ko'ramiz kutubxona. Bunga olamiz. Bundan keyingi lokatsiyaga ketdik. Biz ikkinchi lokatsiyaga borib ko'ramiz. Bu yer kutubxona bo'lsa kerak. Videoni tezlashtirib yubordim. Tezroq bo'lish uchun. Ketdik. Bu yerda ichimlik bor. Ichimlik ichamiz va keyingi lokatsiyaga o'tib ketamiz. Bizgacha kuch-quvvat berdi. Do'stlar, ikkinchisi hech balo bermaydi va shuning uchun 3-lokatsiyaga o'tib ketamiz. Do'stlar, sizlarga ikkinchi lokatsiyani ko'rsataman. Bu meni uyim. Shu yerda katta bo'lganman. 5 yilga ketamiz, hech kim kirmasligi uchun. Sakraymiz deb detskilashmasdan. Tinch sukunatda o'tirib gaplashib olamiz ichimizda. Bu jarayon tezda bitdi va 4-lokatsiyaga ketdik. Do'stlar, biz samolyotga chiqib olamiz. Bu yerdan ochlar ekan, chiqdik. O'zimizni joyimizga o'tirib olamiz. Dengiz go'zal. Haqiqatan ham go'zal. Shuning uchun biz orqa joyga bormoqchimiz. Va biz eshikni ochib oldik. Bu yerga nima qilsak bo'ladi? Albatta, jog'larni solsak bo'ladi. Va biz oldi tomonga qarab ketdik. Bolalar kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Bu birinchi videoyim, aktiv ko'rsatib bersanglar bomba bo'ladi. Kirdik. Bu yerda bosib olamiz o'rtani. Va bu yerda avski samolyot yurmas ekan. O'shaning uchun biz keyingi lokatsiyaga yo'l olamiz. Qani go. Keyingi lokatsiya va biz uchishni boshladik. Buni tezlashtirib yuboraman, chunki u yog'i sekin bo'lib ketadi. Va u yerga borganda balki aytishim mumkindir. Bu yerda hozir vertolyotni ko'rdik. Va biz yaqinlashib qolay dedik. Sizlarga tez holatda bo'ladi va biz 3 dakika mazza qilib va keyingi lokatsiyaga biz skeletlarni ko'rishimiz mumkin. Va bularda qayraymiz. Bu do'konchi yo'q. Va biz yo'ldan o'tamiz. Va biz keyingi lokatsiyada shunga o'xshagan mashinalarda minishimiz mumkin. Va mazza qilib jaminamiz. Va keyingi lokatsiyaga ketishimiz mumkin. Yaxshi ketyapti. Ko'p ekan. Va biza bo'ldi yetadi shunga va keyingi lokatsiyaga ketamiz. Keyingi lokatsiyadamiz, eshikni kirdik. Bu yer vertolyot. Bu yerda har doimgidek vertolyot turadi. Va biz bu yerda o'tirib sekin avialarga o'xshab boramiz. Va biz bu yerdan uni boshqarsa bo'ladi. Va do'stlar, video kam bo'lib qolibdi. Do'stlar, biz keyingi lokatsiyadamiz. Bu lokatsiyada plyajda dam olsa ham bo'ladi. $100 budjetimizda kirdik.
Do'stlar, biz oxirgi lokatsiya bu plyajdagi bu tepadan tushib ko'ramiz. Bolalar shu yaxshi aktiv ko'rsatsanglar, bular 3-chi, 4-chi yoki yangi video chiqadi. Bu kanal yangi, shuning uchun aktiv bo'lmashi mumkin, lekin inshaalloh aktiv bo'ladi. Biza shu bo'yicha kichkinalik qiladi va oxirgi etapidan video tugashiga chiroyli sakiraveramiz. Ketdik. Yaxshi. Kalla tashlaymiz. Ana kalla. Chiroyli kalla tashladik. Do'stlar, shu yerda video tugadi. Kanalga obuna bo'lib qo'ying. Ikkinchi qismni kutinglar.